Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi bugungi kunda mamlakatdagi eng dolzarb ijtimoiy masalalar bo'yicha tadqiqotlar olib boradi va natijalar hukumat darajasidagi qarorlar qabul qilishda muhim manbaga aylanmoqda. Markazning tezkor va zamonaviy metodikalarga asoslangan ish uslubi uni Markaziy Osiyo va mustaqil davlatlar hamdo'stligi miqyosidagi yetakchi ilmiy muassasalardan biriga aylantirgan. Ijtimoiy fikr Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazida navbatdagi ilmiy seminar bo'lib o'tmoqda. Bu seminar O'zbekistonda jamoatchilik fikrini o'rganish va shakllantirishning dolzarb muammolari, usullar, nazariya va amaliyot 4-xalqaro tadbiri bo'lib o'tmoqda. Bu yilgi tadbirimiz globallashuv va keng ko'lamli islohotlar sharoitida O'zbekistonda ijtimoiy jarayonlarning dinamikasi va transformatsiyasi mavzusida bo'lib o'tadi. Mazkur sotsiologik o'qishlar markazimizda har yili olib boriladi va har yili respublikamizdagi dolzarb mavzularda bo'lib o'tadi. Mazkur seminarda bugun biz mana shu yil davomida olib borilgan tadqiqotlarning natijalari, uning ahamiyati haqida to'xtalib o'tamiz. Seminarimizning ishtirokchilari Qozog'iston Respublikasidan, Rossiya Federatsiyasidan kelgan bir qancha ishtirokchilarimiz bor. Seminarimiz onlayn va offlayn tarzda bo'lib o'tadi. Bunda nodavlat notijorat tashkilotlari, davlat idoralari, oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari, faol talaba yoshlar hamda hamkor tashkilotlar ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Bugungi kungacha bir qancha davlatlar bilan, xususan Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya davlati, Germaniya bilan, Belorussiya davlatlari bilan xalqaro seminarlar olib bormoqdamiz va bizning xodimlarimiz ham mazkur davlatlarga borib sotsiologik o'qishlarda ishtirok etishadi, o'zaro tajriba almashinishadi va bu O'zbekistonda ham o'sha jahon sotsiologlar maktabini boyishiga, jahon tajribasini olib kirilishiga xizmat qiladi. Tadbirda O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiya va boshqa mamlakatlardan sotsiologlar ishtirok etib, metodikani takomillashtirish, tadqiqotlarning tezkorligi va sifatini oshirish masalalarini muhokama qildilar. Seminarda tajribali olimlar bilan bir qatorda ko'plab yoshlarning ishtiroki sotsiologiya sohasining nufuzi va O'zbekistondagi kelajagi porloq ekanini yana bir bor tasdiqladi.